Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tinglovchilari. Bugungi uchrashuvimiz kitob va musiqa uyg'unligiga bag'ishlanadi. Kitob va musiqa, ular bir-biriga o'xshash. Kitob o'qiyotganda fon sifatida qandaydir ohang eshitib ko'rganmisiz? Ba'zida musiqaning bittagina kuy chizig'i kitobni butunlay boshqacha his qilishimizga sabab bo'ladi. Masalan, Xurshid Do'stmuhammadning Boqiy dunyo asarini o'qiyotganda sekin, cholg'u, dutor yoki nay kuyini qo'ysangiz, voqealar yurakdan o'tadi. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asariga esa og'ir pianino yoki violonchel ohanglari mos tushadi. Chunki asar ham xuddi musiqaday iztirobli va dramatik. O'tkir Hashimovning Ikki eshik asarini esa sekin va mehrli xalq qo'shiqlari bilan birga o'qisangiz, kitobning ruhini yanada chuqurroq his qilasiz. Har bir kitobning o'z saundtreki bor desak, adashmaymiz. Kitob va musiqa birga uyg'unlashganda voqealar ko'z oldimizda yanada jonlanadi. Kitob va musiqa hislaringizning eng yaxshi uyg'unligi. Shu kichik tajriba orqali kitob va musiqa orasidagi bog'lanishni sinovdan o'tkazing. Balki bu sizga yangi his va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Kitob va musiqa bilan uyg'unlashgan har bir lahza bu ruhiy boylik va ijodiy ruhiyatni oshirishga xizmat qiladi. Kitob va musiqa bilan ilhomlaning va har lahzadan bahra oling. Siz bilan Axborot-resurs markazi xodimi Kimyoxon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.